Ajoyib. Unday bo'lsa, avvalgi mashqimizga qaytmoqchiman. Obrazli o'yin. Ha, o'sha aktyorlikmi? Ha. Buni qilsam o'zimni ahmoqdek his qilaman. Bilaman, lekin bir necha daqiqamiz bor. Keling, sinab ko'ramiz ozgina. Mayli. O'sha vaziyatni yaratamiz. Barbara, sizni tashlab ketgan o'sha kechaga qaytamiz. Nima deyapsiz? Men o'zimdan haydab chiqargan kechanimi? Ha, Men o'z rolimni o'ynayman. men esa Barbara bo'laman. Aytgancha, u uy meniki. Uning pulini men to'layman. Bilaman. Mayli. Xo'p, demak, uyga kech qaytardim. Qanchalik kechligini bilmayman. U allaqachon uxlayotgan edi, balki yarim tundir. U odatda bundan vaqtliroq yotardi. Farqi yo'q. Xullas, men oshxonada edim. Stakanni sindirib Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika. Bu g'alaba. Gol! Ajoyib, ajoyib gol. Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Voy, Yo'q. bu nima balo? Qo'yib yubormang. Meni qo'yib yubormang. Ushlab turibmiz. Bobby! Yo'q. Yo'q, Bobby! Bobby! Clark nimadir qilish kerak, Bobby. Bobby! Unga qandaydir qilib yordam berish kerak. Yo'q. Bobby, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q. Shoshma. Yo'q! Ket! Ket! Bobby. La'natlar. Ket! Yo'q, 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 yo'q. Yo'q. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika. Bu g'alaba. Gol! Ajoyib, ajoyib gol. Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Clark, Sen uni topding. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika. Bu g'alaba. Gol! Ajoyib, ajoyib gol. Aql bovar qilmas ehtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni Bo'lganman. Endi bu meni ishim. yuklab olindi. Har kuni u yerga kiraman va ozgina bo'lsa ham ko'proq ma'lumot olishga harakat qilaman. Qo'limdan kelganicha hududlarni xaritasini chizaman va borgan sari amin bo'lyapmanki, bizni umrimiz davomida, Mary, balki butun yozma tarix davomida ham hech narsa bundan muhimroq bo'lmagandir. Lekin men buni tushuna olmayapman. Hatto tasvirlab ham bera olmayman. bu umrida it ko'rmagan odamga itni tasvirlab berib, keyin undan uni rasmini chizishni so'ragandek gap. Endi esa siz uni tasvirlab berishimni xohlayapsiz. Keyin yozib olasiz. Keyin nima? Mary, Meni qo'yib yuborasizmi? bu yerda hammamiz bir narsani xohlaymiz, rostdan ham. Biz shunchaki ozgina bo'lsa ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlaymiz. Film menga nima bo'ldi, Phil? Bu qaror menga bog'liq emas. Shuning uchun
shunchaki gaplashsak.